Agar dunyoda eng baxtiyor inson kim deb savol bersalar, men mutlaqo sog'lom odam deya javob bergan bo'lardim. Assalomu alaykum yaxshilar, salomatlik dunyosiga xush kelibsiz va biz Monodama shifo klinikasi orqali sizga eng yaxshi yangiliklarni taqdim etmoqchimiz. Kasalliklar haqidagi ma'lumotlar va uning profilaktikasi sizni qiziqtiradi. Bizni tomosha qiling. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazovor bo'lgan olim, tibbiyot fanlari nomzodi Omon Xajayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Xajayev barpo etgan Monada Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Xajayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monada Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monada Omon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Monodama shifo klinikasining fizioterapiya usullari haqida. Ular haqida yaqinroq tanishtirish maqsadida Omon Xajayevning shogirdlari Jo'rabek Erkinovichga murojaat qilamiz. Jo'rabek aka, bu galgi ko'rsatuvimiz orqali zamonaviy fizioterapiya usullari haqida bizga yaqinroq ma'lumot bersangiz. Marhamat, shu bevosita bemorlar ustida shu olib boriladigan fizioterapiya muolajalarni isboti bilan ko'rsatamiz. Jo'rabek aka, Monodama shifo klinikasi o'sha dori-darmonlarsiz tuzatish imkoniyatiga ega ekanligi bilan hamma klinikalardan ajralib turadi. Insonlarning e'tiborini ham mana shu jihati tortadi. Bugungi kunda shu ish jarayonida qo'llanilayotgan va asosiy o'sha foydali xususiyatlarini taqdim etayotgan zamonaviy apparatlar haqida bizga yaqinroq ma'lumot bering. Endi bu apparatimiz bilan juda ko'pchilik qiziqadi. Shu yordamida biz klinikani, bizda davolanadigan bemorlarni nima deyim, hurmat e'tiboriga sazovor bo'lgan apparat. Bu zarbali to'lqinli terapiya apparati, endi udarno-volnovoy terapiya. Buni ikkinchi nomi qonsiz operatsiya usuli deymiz. Bemorlarga qo'llaganda bu apparatimiz har bir bemorga ishlatilganda, misol uchun 10 kun yotgan bemorga har kun davomida ishlata olmaymiz, chunki buni instruksiyasida shunaqa o'zini ko'rsatmalari bor. Asosan 3 sutkada bir, ya'ni 72 soatda bir bemorda qo'llanilib muolaja o'tkaziladi. Apparatning o'ziga xos xususiyati zamonaviy metod. Hozirgi kunda endi hali kirib kelyapti. Birinchilardan bo'lib bizning klinikamizda bu yo'lga qo'yilgandi. Zarbali to'lqinli terapiya bu shu nina qo'yadigan biologik aktiv nuqtalar, shu meridianlarga ta'sir qilib, shu akustichniy to'lqin yuborgan holatida birinchi o'sha patologik jarayonda bo'ladigan og'riq sindromini bartaraf qiladi. U yerdagi yallig'lanish jarayonini kamaytiradi va shu patologik jarayon bo'ladigan sohada mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydi. Bo'g'im bo'ladimi, boylam bo'ladimi, umuman shulardagi elastiklik qobiliyatini qayta tiklashga yordam beradi. Shuni hisobidan regeneratsiya deydi. Mana shu zararlangan to'qimalarni yo o'lgan to'qimalarni o'rniga yana yangisi paydo bo'lish jarayonini stimullaydi, tezlashtiradi. Shu tufayli bu usuldan shu bemorlarni davolashda keng qo'llaymiz. Bir xil bemorlarimiz udarno-volnovoy terapiya deb nomini eshitib qo'rqib ketishyapti. Bu hech qanaqa bir urib yo bir bemorga zarar yetkazib, unga qanaqadir azob berib, qiynab qilinadigan muolaja emas. Ko'pincha bemorlar bir marta qo'rqib olishadi, ikkinchi marta o'zi so'rashadi yana olishda. Bu birinchi qilinganda apparat o'ziga xos xususiyati ham davolovchi ham diagnostika maqsadida, ya'ni o'sha og'riqli nuqtalarni topish xususiyati bor bunda, o'sha triggerni tochkalarni. Mana shunga qarab, demak bemorlarni davolashda keng foydalanamiz. Bu asosan umurtqa pog'onasi kasalliklari, osteoxondroz, spondilartroz, umurtqa pog'onasidagi disk protruziyalari, disk churralari, turli xil bo'g'imlardagi artrozlar, artritlar jarayonda qo'llaymiz. O'tkir yallig'lanish jarayoni bo'lganda, turli xil yurak sistemasidagi biroz muammolar holatlar bo'lganda bu apparatdan foydalanishga biroz qarshi ko'rsatmalar ham bor. Yoshni hisobga olamiz. Baribir har bir bemorga individualni apparatni mana shu
akustiskiy to'lqinni chastotasi individualni tanlanadi. Apparatda har bir bemorga o'zini tashxisiga mos ravishda o'sha zarba yuboradigan o'zini programmasi maxsus tashkil qilingan nastroykasida, demak shunga qarab buni bemalol qo'llab ishlataveramiz. Bundan tashqari yana hozirgi kunda juda ham ko'p kuzatiladigan tovon pixi kasalligi, ya'ni piyatishni shpora deydi. Mana shu shporasi bilan og'riydigan bemorlarda ham juda ham keng samara beryapti. Bunday bemorlar bizga kelganda baribir rentgen xulosasini ko'rib, zarbali to'lqin terapiya muolajasini olishga qarshi va qarshi bo'lmagan ko'rsatmalar hisobga olingan holatda mana shu bitta davo kursi 10 marotaba qabul qilish kerak. Endi har 2 sutkadan keyin qabul qilishi mumkin. Bu degani 1 oy davomida pashti shu muolajani oladi. O'sha 3-4 muolajadan so'ng bemordagi shikoyatlar ancha bartaraf bo'ladi. Chunki bemorlarning o'zi buni aytayapti. Endi bu piyatishni shporani boshqa dori-darmonlar yoki turli inyektsion blokadalar orqali davolashdan ko'ra rentgenoterapiya yo bo'lmasa shu zarbali to'lqin terapiyani samarasi yaxshiroq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Yo'ldosh Jiyo'rdin, shu Namangan viloyatidan keldim, Ko'ksasoy tumanidan. Biz Manodamon shifo klinikasida Jo'rabek aka yoshi ulug' insonlarni bemor holatda ko'rishga o'rganib qolganmizda, sizni nima bezovta qiladi? Men shu grijam bor edi, MRT qilib, shu belimdan chapga qarab tortib o'rayotgandi. Shu yerga ishtib keldim bu kishi. Qanchadan beri bezovta qiladi? 2 oydan beri bezovta qilyapti-da. Shu boshqa joylarga borib yotdim, bo'lmadi, keyin mana shu yerga ishtib keldim. 5 kun bo'ldi kelganimga. 5 kun bo'ldi. Kelganingizda holatingiz qanaqa edi? Holatim shu yurayotganda, o'tirganda qiyin edi, hozir yaxshi. Bemorimiz 93-yil, bular hali ancha yosh, grija bo'lishiga juda erta. Kelganlarida juda kuchli og'riq, chap yonbosh bo'ksa sohasida ayniqsa harakatlar chegaralangan, tunda ham hattoki uyqusiz holatni keltirib chiqaradigan og'riqlar, doimiy og'riqlar birdaniga kuchaygan. Qancha vaqt bo'ldi og'riq kuchayganiga? 1 oycha. 1 oycha bo'ldi. Lekin bu yerda MRT tahlilidagi, demak, bitta disk grijasi va yana 3 ta disk protruziyasi bu o'rtacha 4-6 yildan buyon sekin vujudga kelayotgan holat. Hozir bu og'riqlarning sababi mana shu aynan grijani o'zidan emas, faqat bu yerda mana shu chap tomon, endi o'tirg'ich quymish nerv deymiz, sedalish nerv deydi. Mana shu chiqadigan joyda noksimon mushak bor. Sindrom Grushavitni mishsa deymiz. Mana shu noksimon mushakdagi kuchli yallig'lanish hamda o'tirg'ich nervini kompression ishemik sindromi tufayli mana shu og'riq belgilari juda ham kuchli namoyon bo'lgan va bemorni qiynab qo'ygan. Haqiqatan juda kuchli og'riq edi. Mana bugun muolajalarni 5-kuni kelgan kunlaridan ancha tik bo'libsiz. Yaxshi, hozir uyqular ham yaxshilandimi? Yaxshi, Oyoqda sal kuchsizlik ham bor edi. Quvvati yaxshimi hozir? Hozircha yaxshi. Oyoqda uvushlar yo'q. Holatlari juda ham qoniqarli, yaxshi. 5 kunda yaxshi natija. Siz bizga kelguncha ham bir necha bor davolandingiz, to'g'rimi? Bir oy. O'zimizda Toshkentga ham kelib davolanib ketdim. Toshkentga ham kelib davolanib ketdim. Sho'jadigonga bordim, uradigonga bordim. Hammasini qilib ko'rdik, oxiri mashina. Demak, turli metodlar bilan muolajalar qilingan, u natijasi bo'lmagan. Mana bizga keldilar, biz harakat qilib davolayapmiz, Xudo xohlasa. Hozir qayerinizda og'riq bor? Birinchi kelganimda shu oyoqda edi, belimda og'riq bor, mana shu. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizda? Ancha yaxshi qo'yib yubordi. Endi jarayon biroz og'riqli bo'ldi, baribir, lekin bu foydali ta'sir qiladi. Yurishim yaxshi. Yurganda og'riq bormi belda? Yo'q, og'riq yo'q. O'tirib turib egilib ko'rsatingchi? Belda og'riq bormi? Yo'q, belda. Egilib ko'rsatingchi, egilib, boyagida egilib. Oxirigacha. Jo'rabek aka, bu apparat haqida ham ma'lumot bering. Bu apparatimiz yuqori jadalli magnitoterapiya apparati. Bu ham zamonaviy fizioterapiya muolajalaridan biri. Juda xavfsiz va mutlaqo og'riqsiz muolaja amalga oshiriladi. Demak, birinchi apparatimiz qanday holatlarda qo'llashimiz? Asosan, demak, barcha oporno dvigatelniy sistema muammolari, ya'ni tayanch harakat sistemasi kasalliklarida bu barcha turdagi mana shu umurtqa pog'onasi kasalliklari, osteoxondroz, umurtqa pog'onasidagi turli xil spondiloartrozlar, umurtqa pog'onasi mana Bexterov kasalligi, biriktiruvchi to'qima kasalligidan so'ng, bundan tashqari umurtqa qiyshiqliklari, disk protruziyalari, disk grijalarida keng qo'llaniladi. Yana yelka chigali pleksitopatiyalari, bu umuman yelkadagi og'riqlar, bundan tashqari artrozlarda, artroz artritlarda,
patogrenni artritlarda keng yaxshi samara beradi. Demak, bu apparatni qarshi bo'lmagan ko'rsatmalari, demak, qarshi ko'rsatmalar asosan magnit oqimi borligi sababli bemorlarning tanasida turli xil metal konstruksiyalar, inorodniy tilla, yod jismlar, metal yo bo'lmasa turli elektr uskunalar qo'yilgan bo'lsa, bu apparatdan foydalanishga qarshi ko'rsatma. Boshqa barcha kasalliklarda foydalanish mumkin, asosan homiladorlikda, o'tkir autoimmun proses bilan kasalliklarda, ba'zi o'tkir rak, ya'ni onkologik muammolarda buni qo'llash qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Apparatni ta'sir mexanizmi, demak, patologik jarayonga, ya'ni o'sha zararlangan yo kasallangan sohaga ta'sir qilganda, asosan u yerda, demak, hujayralar aro to'qima suyuqligi, to'qimalardagi patologik jarayonda membrana o'tkazuvchanligini yaxshilaydi. Membrana o'tkazuvchanligi yaxshilangandan so'ng o'sha shikastlangan, zararlangan to'qimaga kislorod va energiya borish quvvatini stimullaydi, ya'ni oshiradi. U yerdagi zaxirada turgan qon tomirlarini, kollaterallarni ishlatib, ba'zi tomirlarni kengaytiradi. Shuning hisobidan, demak, hujayradagi oziqlanish yaxshi bo'lib, undagi patologik jarayon biroz pasayaverganda, shu og'riq sindromi kamayganligi sababli shu bemorga yengillik beradi. Buni bir necha funksiyalari, misol uchun magnitli stimulyatsiya funksiyasidan foydalanishimiz mumkin, og'riqni olishdan tashqari, spazmni olish, ya'ni spazmni ketkazish xususiyatidan foydalanish mumkin. Marhamat, hozir bemorlarda muolaja o'tkazib ko'rsak. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Men Dilorom Nuraliyeva, Surxondaryodan kelganman. Bu yerga kelishim bu 4-marta. Shifo topib har doim kelyapman. Profilaktika uchun keldingiz. Davolanishim, profilaktika ham Nima ikkalasi bezovta ham. qiladi sizni? Oyoq og'riq. Ancha yillardan beri ekanda. Oyoqlarimda yemirilish bor, o'shaning uchun kelib davolanyapman. Bemorimizda yoshga doir bel umurtqa pog'onasi, bo'yin sohasida osteoxondroz hamda ikkala tizza bo'g'imi osteoartrozi bilan davolanyaptilar. Ikkala tizza bo'g'imda ham 2-3 daraja atrofida tizza bo'g'imi osteoartrozi. Oldingi kelganlaridan biz ham ko'ryapmiz, mana yurishlari ancha yaxshi. Baribir muammoni o'tkazib kelganliklari sababli hali butunlay oyoqqa turib ketganlari yo'q. Shu navbat etapma-etap davolanib kelyaptilar. Hozir asosan og'riq ikkala tizzadami? Ko'proq o'ngda. Ikkalasida ham bor, ko'proq o'ngda. Tinch holatda ham og'riq bezovta qiladimi yo faqat qanaqadir jismoniy faollikdami? Yurish qiyinda, Yurish yurishga. qiyin. Tinch holatda deyarli og'riq Tinch yo'q. holatda og'riq yo'q, faqat yurishga qiynalaman. Bemorimizga mana shu yuqori jadalli magnitoterapiya amaliyotini o'tkazib ko'rsak, demak, yuqorida aytganimizdek, faqatgina bu og'riq holatini bartaraf qilmasdan, mana shu yerdagi qon tomirlarini kengaytirish, boyagi kollagen tolalarni, ulardagi regeneratsiya xususiyatini jadallashtirish hamda shu membrana o'tkazuvchanligi, nasos kanallar, ion kanallarning ochilishi hisobidan to'qimani regeneratsiya xususiyatini ham jadallashtiradi. Shu uchun mana shu tizza bo'g'imi osteoartrozida bu apparatimizni bemalol qo'llash mumkin. Marhamat, qo'llab ko'rsak. Bemorimizda hozir asosan o'ng tizza bo'g'imida kuchli og'riq, yurishdagi harakatdagi qiyinchiliklar o'ng tizzada ko'proq bo'lganligi sababli muolajani o'ng tizzangizga o'tkazib ko'ramiz hozir. O sezila boshladimi endi? Aha. Bemalol o'zingizni bo'sh qo'yib o'tiravering. Mana hozir o'ng tizzada muolajani o'tkazdik. Qanday his qilyapsiz o'zingizni muolajadan so'ng? Yaxshi, o'sha oyoqdagi jimirlashlar yo'qoldi. Ancha yengil bo'lib qoldi. Rahmat. Bo'g'im sohada og'riq sezyapsizmi tizza bo'g'im? Yo'q, hozir. Qani bir yurishingizni ko'rsatib beringchi. Mana hozir yurganingizda qanaqadir yengillik sezdingizmi? Yengillik bor. Kelganingizdan buyon nechinchi marotaba olishingiz apparat? Ikkinchi marta. Bu ikkinchisi, ha? Yurganda og'riq kamaydi. Oldingi holatingizdan ancha yaxshi hozir. Ancha yaxshi. O'sha tizzani orasida xuddi nimadir borda edi. O'sha narsa yo'qoldi-da. 2 kunda yo'qoldi. Yurganda o'zi kuchli og'riq yo'q. Yo'q.
O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazovor bo'lgan olim, tibbiyot fanlari nomzodi Omon Hajayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Hajayev barpo etgan Monada Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Hajayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monada Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monada Omon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Yapon olimlarining bir gaplari bor. Yoshlik keksalikni ta'minlash uchun beriladi. Yoshimiz ulg'ayganda sog' salomat va baxtli yashashimiz uchun bizga yoshlikda berilgan imkon, salomatlikning qadriga yetmog'imiz lozim. Aziz teletomoshabinlar, bu galgi ko'rsatuvimiz orqali sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qila olgan bo'lsak, bundan benihoya mamnunmiz. Agarda sizda kasalliklar haqida savollar tug'ilgan bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz esa sizning savollaringizdan kelib chiqqan holda keyingi ko'rsatuvimizni tayyorlashga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.